Hammaga assalomu alaykum akalar. Akalar 10 sekund qoldi. Kutib o'tirdim ataylab uxlamasdan. O'yin o'ynab yotdim kechasi bilan. Короче, 3, 2, 1 ketdi mana. Qani bismillah. Kim tushadi ekan? Bizga Gullit kerak, Gullit. Ribery, Azar, Cannavaro. Bella. 1 tiyinga qimmat kartalar akalar. 1 tiyinga qimmat kartalar. Shu Ribery ma Azar sal normalniy. Molar voy bala. Kimga nima tushdi akalar yozinglar. Menga o'xshamadi короче. Hazard olamiz endi. Admin ko'raman, anasini emsin. Voy bala, yaxshi bo'lmadi lekin to'g'risini aytsam. Menda Vini bor u pozitsiyada, Rafinha bor. Nima qilaman men? Hech kimga kerak emas-da to'g'risi. Mayli, Hazard olindi akalar. Shu kimgadir yaxshi kartalar tushgan bo'lsa kerak, yo hammaga bir xilmikin. O'zingizlarda nima gap? Shunaqa chiqdimda ko'rmaysizlarmi? Bek yangiliklar qo'shilmagan. Qarab chiqdim bellarda ham. Yangi naqalar qo'sharmikin desam, tanat qiladiganlar uchun hech narsa qo'shilmadi. 50 ta qilib qo'ydim nimani ham. Ko'ringlar, oxirgi 10 ta o'yinimni oxirgi 10 ta o'yinimda 5 ta g'alaba, 5 ta necha yutkizganim yo'qda. Ko'pchilik so'rayatuvdi. Shuni ham videoni boshiga qilib qo'ymasam yozishyapti men. Taktika unchalik qiyin emas mana. Skrin qilib olinglar. Shu hech bir sekreti yo'q, yashirmayman. Sekret over baland bo'lsa uraveradi. Shu mana shu taktikani qo'yasizlar. Nima? 4-3-3 holding, ya'ni удержание. Ash taktikam o'ynaysizlar. Bu bilan men ravno o'ynayman. Tak, mana shuni qo'yasizlar. Yaxshi apornik bo'lsa bosa olasizlar. Hozir o'yinchilarni ham sekin apornikka almashtirib olamiz. Rodri keladi sostavga. Rodri Gullitda slabiyroq variantida. Gullit baribir endi u 4 ta pozitsiyada o'ynaydi, 4 kuchli kartka. U Rodri 2 ta pozitsiyada o'ynaydi. Bo'laveradi mayli endi. Shunaqa akalar. Yana nima edi? Obmenga nimalar keldi akalar? Eski o'yinchilar qaytdi bilmaganlar uchun. Safonovni 999 marta olsanglar bo'lar ekan. Shuni hozir men olaman. Olib turib anaqaga obmenga tiqib qo'ramiz. O'zi nima deydi? Menda kim bor edi? Mana o'yinchilarim. Men sostavga qoldirib qo'ysam bo'ladi. Azarni ham masalan aporkaga Ramirez qo'yib turib, Joao Neves bilan Safonovni nimaga almashtirsam bo'ladi bitta o'yinchiga. Bo'ladi-yu ham, men boshib yuramanmi? Bundan ko'ra hammasini hozir admin qilib tashlaymiz, onasini debsiz. Hozir mana buni olsam bo'ladi. Keyin Karigir Azar bu yerda ham. Karigirni olsam bo'ladi. Misol pozitsiya hozir защитники meni Van Dijk o'ynayapti, lekin eski Van Dijk yangi Karigirdan kuchli-da. Sistemni bek almashtirgan ekanman, undan ko'ra haliga tushiradi o'ynasam bo'lar ekan. Sistemim bor edi menda. Tak. Undan ko'ra akalar olbolani olamiz mana. Rodri. Biton qilib beradi, biton. Lekin bu ham shu Alonsoga o'xshab sekin ekan. Divideniyalari bor, dribling вообще yo'q. Mayli, orqada yurib anaqa высокий protsent nima ekanda, защита ushlashchi. Orqada yurib shu защитani yaxshilab ushlab berib tursa ham bo'ldi. Ketdi mana obmenga. Joao Nevesni pakka qoldirib qo'yamiz. Balkim kerak yo'q bo'ladi. Balkim sostavga qo'yib turaman zapasga. Ko'ramiz, turib turarsin. Tamta. Narsa qilarman. Ketdi-yu mana. Ketdi. Leo kerak emas. Bizga Rodri kerak. Sostavimizga. Kimdir so'kishi mumkin kommentariyada, aka, pizdes bola ekansiz deb. Endi nima qilay? Kerakida, endi keragini olaman-da men ham. Kerak emas o'yinchilarning nechtasini yo'q qilib tashladim. Puyol, Di Maria hammasini. Cannavaro, Beckham hammasini yo'q qilib tashlaganman. Bunda u chiroyli 117 bo'lsanglar hisoblas ekanda bu o'yinda. Bu bo'lish kerak va u o'yinchilar yaxshi o'ynash kerak. Yaxshi o'ynamasa yo ravni o'yinda 1 tiyinga qimmat, yo trener rejimida 1 tiyinga qimmat. Shuning uchun
Kerakli o'yinchilarni olish kerak. Menga Alonso yetishmayapti. Alonso bo'yi pastroq, lekin Alonsoga shunday yopishadi, yomon ushlaydi. Bori zo'r kartochka. Juda ele sekin skorosti. Buni skorosti ham balandroq ekan. Takansa kachkani beramiz. Xudo xolasa biton bo'ladi, biton. Endi o'tib ko'rishsam Ravniyda ham, anaqada ham. Bu chista защитаga o'ynaydigan o'yinchi ekan. Ko'ryapsizlar. Sepet sop zo'r bo'ldi endi. Azar keladigan bo'lsak, eski Azar ham yugurishlari yaxshi. Ikkinchi taymga tushirsam yuguraveradi akalar. Yana nimalar oldi? Shu bugun xatnoy dam olayotgan akalar uchun qildim-da videoda. Shu nima tushganini yozinglar. Telegram kanal qilish kerak bo'lyapti. Yaxshilab uni ham yurgizish kerak bo'lyapti. Faqat yurgizmayapmiz uni unchalik. Keyin yana nima? Donat qilish kerak bo'lsa, murojaat qilsanglar bo'ladi. Donat qildirib beraman. Rossiyada yurganlar masalan, problema yo'q. Donat qildirish arzon narxlarda donat qildirib beraman, xudo xolasa. Mana shunaqa o'ynaymiz-da, mana xudo xolasa. Mana shu taktika bilan rejim trenerni yoradi. Bu sezon xudo xolasa 100 ta yulduz olmoqchiman, 100 ta. Kechalari o'ynaydi o'yinchilar, o'zim ham o'ynatmayman. Kechasi qo'yib qo'yaman, o'zi o'ynaveradi. 100 ta olgani endi aqlim yetadi. Yana nima? Bo'ldi akalar, shu oz qoldi. Shu o'zingizlarda jetoninglar bo'lsa, shularni olib turinglar. Keyin mola tugaydi 5 kundan keyin, qaranglar yozib qo'ygan. Shu ham draftdan 5 kundan keyin tugaydi. Uni ham unutmanglar, almashtirib olinglar akalar. Keyin aka aytmadingiz-ku, yo'qolib qopti demanglar. O'yinchilarga almashtirib olinglar. Shu magazindan ikki safonlikni ham 2-3 marta olib almashtirib kerakli o'yinchilarni olinglar o'zingizlarga. O'yinchilar ham qo'shilibdi. Buni ham kimgadir donat kerak bo'lsa, aytsanglar, gap bo'lish mumkin emas. Yana nima? Men Italiyada akalar o'zim ham olmoqchiman. Nesta zo'r o'ynayapti ekan. Obzorlarini ko'rdim, вообще zo'r Nesta. Nestani olsanglar bo'ladi. Men ham shuni o'ylab turibman o'zim. Olsammikin Van Dijk o'rniga deb. Bo'yi ham почти 1.90 ekan. Baquvvatgina bola ekan. Shunaqa gap akalar. Poddesk uchun rahmat. Podpiska bosib olinglar.